Hammaga salom. Esingizda bo'lsa, o'tgan videoda $170 ga bitta zborka ko'rsatgandim. Endi bugun shu pulga azizgina taxminan $40 qo'shib nimaga erish mumkinligini ko'rsataman. Bugun videoda men sizlarga 2011-3 soketi uchun chiqqan 12 ta yadro va 24 ta patokli turgan aksionni namoyish qilib bermoqchiman. Ona platasi Xitoydan O'zbekistonga ko'chib kelgan Huyananji X99 bo'ladi. Platani o'zini ko'radigan bo'lsak, korpus uchun chiqarilgan USB uch porti va o'zida o'rnatilgan 400 uch portlari bor ekan. X79 larda hamma platada ham bunaqa bo'lmasdi, faqat kattalarda, qimmatlarda bo'lardi. Lekin X99 larda hammasida standart USB uch portlari bo'lar ekan. Mana quturgan aksionimiz Y5 2680 va 3 bo'ladi. Bu protsessorda 12 ta yadro va 24 ta jallod patok bor. Har bitta yadrosi stokda 2.5 va nagruzkada 3 GHz gacha ham chiqadi. Bu haqida bitta zo'r fishkani videoning oxirida aytib ketaman. Protsessor o'zining razmerini qaranglar. Bizning oddiy desktop protsessorlardan deyarli 2 barobar katta. Operativka, mikron chiplari 2.8 GB dan 16 cm. SSD King Spec Xitoylar shoxi 256 GB NVMe. Bashingli kunlarimiz 12 cm li RGB ventilyatori bilan doimiy silida bo'lsin. RGB ventilyator o'yinlarda ko'proq FPS beradi. O'zingizga ishonchinglarni orttiradi. Kontrda headshot berishga yordam beradi. Video kartamiz cho'ntaklar xaloskori. Nomini to'g'ri o'qiymiz. GIL RX570 Legenda 4 GB versiyasi. Blok pitaniyamiz xuddi o'tgan safardagi Chieftec 500 vatli. Bu brendni bilgan biladi. Chieftec Cool'ini Zalman Cooler Masterlardan doim baland yurgan. Protsessorni o'rnatishdan lavha. Birinchi protsessorni soketga idealni o'rnatib olamiz. Qopqog'ini yopamiz. Birinchi tomonni, keyin ikkinchi tomonni qistiramiz. Korpusimiz kompaktni 40 ga 40 cm li vjik pardasini olamiz. O'zida ikkita RGB ventilyatori bilan chiqadi. Takoy qulay kes. Ortiqcha joy olmaydi. Hamma zapchastlarimiz bemalol sig'adi. A few moments later. Men hozir Windows driverlar va o'yinlarni yozib qo'ydim, lekin bitta yetib ketadigan joyi bor. Bugungi testimiz sal boshqacharoq bo'ladi. Internetda Xeon borasida bitta life hack yuradi, ya'ni ko'p yadroli protsessorlarga mos life hack. Taxmin qilinadiki, Xeonlarda patoklarning soni juda ko'p bo'lganligi tufayli va o'yinlar uzog'i 10 ta yoki 12 ta patokgacha ishlata olish mumkinligi tufayli biz aslida kamroq FPS olamiz deyiladi. Chunki o'yin sanoqli patoklarni ishga tushirsa, qolgan shuncha patoklar ishsiz turadi degan taxminlar yuradi. Bu taxminlar aslida rost, sababi hamma o'yinlarda protsessorga talab har xil. Qaysidir o'yinlar 8 ta, qaysidirlari 10 ta va qaysidirlari esa 14 tagacha patokka ishlatadi. Lekin bizda 24 patokli protsessor bo'lsa, qolgan 10 patokka ishlamasdan turadimi? Life hackimiz nimadan iborat? Sizlarga oddiyroq qilib tushuntiraman. Hyperthreading bu protsessor optimizatsiya qilish texnologiyasi. Agar protsessorda bitta yadro bo'lsa, hyperthreading uni ikkinchi patokni qo'shib beradi va ikkala patok ham sistemada ikkita yadro deb qabul qilinadi. Aslida esa bitta yadro 100% kuch deb olinsa, unga qo'shilgan ikkinchi patok taxminan 25% gacha qo'shimcha kuch beradi. Shunda bizda o'yinlar masalan 12 tagacha yadrolarni ishlatsa va shu yadrolarning orasida 25% kuchga ega bo'lgan qo'shimcha patoklar tushib qolmasligi uchun biz hyperthreadingni o'chirib qo'yamiz. Natijada bizda o'yin faqatgina sof 12 yadroni ishlatadi va maksimal imkon qadar ko'proq FPS beradi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Buning uchun nima qilamiz? Birinchi o'chirtda kompyuterga перезагрузка berib turib, BIOSga kiramiz. BIOSga kirib, BIOSni o'chirib qo'yish kerak bo'ladi. BIOSga kirish uchun kompyuter перезагрузка bo'layotganda klaviaturadan delete knopkasini bosib tashlaymiz. Buni hamma biladi. Delete bosib tashlaymiz. Toq. Xo'p, mana bizda dinozavr davridan qolib ketgan BIOS Xitoylar yasagan. Qidiramiz, protsessor настройкасini qidiramiz. Xo'p. Memory mana bu operativkani настройкасы, mana bu razgonni настройкасы. Mana processor configuration birinchida turgan ekan, ko'rmasdan o'tib ketaman. Shunga kiramiz. Bizda turibdi Xeon 2680 va 3. Mana hyperthreading deyapti. Orasadan hyperthreading deyapti. Enable turibdi. Enable degani bu yoquv degani, biz disable qilishimiz kerak. Nima qilamiz? Disable'ni bosamiz. Qolganiga tegmaymizmi? Xo'p, nimalar bor bu yerda yana? Короче, xitoychada nimadirlar yozilgan, men tushunmayman bularni. Nima qilamiz? Chiqib ketamiz bo'ldi mana. Nazar qilamiz. Ya'ni nazar qilamiz. Save changes and exit. Bo'ldi. Endi bizda hozir kompyuter yonganda, basic hyperthreading yonish kerak. No dispatcher ochamiz. Bor. No dispatcher ochamiz. Bu yerda nima turibdi? Tamom, vassalom. Mana 6 ta yadro, 12 ta yadro, 12 ta yadro, 12 ta patok, 12 ta yadro, 12 ta patok.
dispetcher ochamiz. 12 ta hidro, 12 ta patok. Biz ortiqcha manuallarni o'chirib tashladik hozir. Hyperthreading o'chirib qo'ydik, ortiqcha patoklar yo'q. Endi bizda o'yin faqatgina hidrolarni oladi. Ya'ni patoklarni olmaydi-da, ya'ni jalakam qaltiroq ishlaydigan patoklarni olmaydi-da. Faqatgina butun hidrolarni oladi. Shuni evaziga bizda FPS ko'tarilishi kerak. Men hozir bitta o'yinda sizlarga farqini ko'rsatib berish uchun bitta o'yinda 12 ta hidro 12 ta patoklida qancha FPS beryapti? Xuddi shu o'yinda 12 ta hidro 24 patoklida qancha FPS beryapti? Shuni sizlarga ko'rsatib beraman. Birinchi o'yin World of Tanks. Men bitta replayni ikkala holatda ochdim. Chap tomonda qanday bo'lsa shunda 12 ta hidro 24 ta patokda ishlayapti. O'ng tomonda Hyperthreadingni o'chirib qo'yganman. Faqat 12 ta hidro ishlayapti. Natija shunday ko'zga tashlanarli. Masalan, любой joyda pauza qilsak FPS-dagi farqni ko'ramiz. Tirs pauza chap tomonda Hyperthreading bilan 172 FPS, o'ng tomonda 183 FPS, 11 taga ko'proq. Yana ozgina yuramiz. Tirs pauza chap tomonda 174, o'ng tomonda 184. Men yana qoldirib ketaman. O'zingizlar xohlagan joyda videoni pauza qilib ko'rib ketishingiz mumkin. FPS eng kamida 3 taga ko'proq va ba'zida 20 tagacha ham ko'proq FPS beryapti. Keyingi o'yin Counter Strike 2. O'tgan videoni kommentlarda podpischilar qanaqa qilib FPS ko'rish mumkinligini o'rgatib qo'yishdi. Men hozir Steam Workshop karta yozdim. Bu FPS test qilib beradigan karta ekan. Aynan Counterda bizda Xenos o'zini yaxshi ko'rsatdi, chunki qancha hidro patoklar bersa ham Counter hammasini ishlab turar ekan. Hozir libo joyda pauza qilib qarasanglar ham Hyperthreading yo'q joyda 5 ta 10 ta FPS ko'proq beryapti. Ya'ni aynan Counter o'ynash uchun Hyperthreadingni o'chirib qo'yishdan hojat yo'q. Keyingi o'yin GTA 5. GTA 5 dan FPS oshganini kuzatsa bo'ladi, lekin hamma joyda ham emas. Testimizda ko'p holatda yerda ham betda ham bir xil FPS turdi, lekin ba'zi joylarda mashinaga o'tirib shaharda haydayotganda FPS oshganini ko'rsa bo'ladi. Bu ko'rsatilgan lifehack faqatgina o'yinlarda ishlaydi. Kompyuterdagi qolgan barcha vazifalar uchun qancha hidro patoklar bo'lsa ham hammasi ishlayveradi. Masalan, video montaj, 3D rendering, programmistlarning hidro kompilatsiyasi, kompyuterda seriallarni ochib qo'yish, bularning hammasiga qancha ko'p hidro bo'lsa shuncha yaxshi. Bizning testimizda faqatgina 3 ta o'yin bo'ldi. Agar YouTube'da HT on, VC HT off deb qidirsanglar, boshqa yana ko'proq o'yinlarni ham ko'rsa bo'ladi. Yana bitta juda muhim narsa, buni aytmasdan ketish gunoh. X99 dagi Xenon protsessor kuchini 40% gacha oshirish imkoni bor. Buni kimlardir biladi, kimlardir bilmaydi. Nomi Turbo Boostni unlock qilish deyiladi. Ya'ni bu qanaqa ishlaydi? Testimizda ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda protsessorimiz asosan 2800 chastotada ishlayapti. Bu Turbo Boost o'chiq turganligi sababli, lekin platani BIOSini machinatsiya qilib, protsessorda Turbo Boostni yoqsa bo'ladi. Shunda bizda hidrolar 2800 da emas, barchasi 3300 da ishlashni boshlaydi. Ya'ni 12 ta hidro hammasi qo'shimcha 500 MHz kuch oladi. O'yinlarda FPS ko'tarilib ketadi, frame time tushadi, ammo evaziga protsessor ko'proq tok sarflashni boshlaydi. Agar shu video ko'p like va share'lar yig'sa, keyingi videoda biz kattaroq radiatorli cooler olib, protsessor Turbo Boost'ini unlock qilamiz. Kuchliroq video karta olamiz va eng og'ir 2020-yildan keyin chiqqan o'yinlarni test qilamiz. Sizlardan talab qilinadigan ish faqatgina like bosib, videoni silkasini kopiya qilib, tanishlarga tashab qo'yish bo'ladi. Sizlar bilan PC Maker va Sarvarjon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Aytgancha, kimga shunaqa X99 va Xeon sborka kerak bo'lsa, Telegramga yozinglar.